Assalamu alaikum aziz ataxallar, Munisa anaxallar. Bugün 2026 yıl 13 yanvar haftanın ikkinchi kuni. Bugün men sizler bilan özümning 70'ten keyingi hayat YouTube kanalımda yüzme-yüz uçraşıp turganimizdan, sağ salametlikte turganimizdan bag'ayat xursandman. Men bugün sizlarga juda qiziqarli ma'lumotlar beraman. Bugungi mening sizlarga beradigan noyob ma'lumotlarim O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirlariga ve ularning faoliyatiga bag'ishlanadi. O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirlari Bobojonov, Xorazmlik Yo'ldosh Bobojonovich 1945-57 yıllar ichki ishlar vaziri. Jalilov Tojiddin Azimovich, general-mayor 1957-64 yıllar. Yahyayev Haydar Yahyayevich, general-leytenant 1964-74 yıllar. Ergashev Kudrat Ergashevich, general 1974-83 yıllar. İbrahimov Ne'matjon Ibrahimovich, general-mayor 1983-85 yıllar. İçki işler vaziri. General-mayor Rahimov Uchqun Sadiqovich 85-89 yıllar. İçki işler vaziri. Kamalov Vyacheslav Muxtarovich 89-91 yıllar. İçki işler vaziri Kamalov. Almatov Zakirjon Almatovich 91-2006 yıllar. Naşı Zakirjon Almatov en zor işlagan vazir. Matlubov Bahadır Ahmedovich 2006-2013 yıllar. İçki işler vaziri. Ahmedbayev Adham Akramovich 2013-2017 yıllar. Azizov Abdusalam Abdumannazovic hazırda Esenba 17 yanvar 17 yıl sentyabrgacha. Bobojonov Polat Razzakovich, general-leytenant 1917 yıl sentyabrdan hozirgacha. Bobojonov Polat Razzakovich. Hozirgi O'zbekiston Davlati ichki ishlar vaziri Aziz Anvarovich Toshpo'latov 2025 yıl 3 Mart'tan O'zbekiston ichki ishlar vaziri hisoblanadi. 2017 yıldan sentyabrdan beri ushbu lavozimda ishlab kelgan Polat Razzakovich Bobojonovning o'rniga tayinlangan. 2025 yıl 9 aprelda esa Aziz Anvarovich Toshpo'latov O'zbekiston voleybol federatsiyasining raisi prezidenti etib tayinlandi. Kelinglar endi vazirning
iş faaliyetiga nazar salsak, Aziz Anvarovich Toshpo'latov 1978 yilda Toshkent viloyatida tug'ilgan. 1999 yilda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasini tugatgandan keyin o'z ish faoliyatini Toshkent viloyati Zangiota tumanida Ichki ishlar boshqarmasida jinoyat qidiruv bo'limida tezkor vakil sifatida boshlagan. 1999 yildan 2010 yilgacha 11 yil davomida Aziz Anvarovich Toshpo'latov Zangiota tumani Ichki ishlar boshqarmasida jinoyat qidiruv bo'limi va keyinroq Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasida turli lavozimlarda ishlagan 11 yil davomida. 1999 yildan 2010 yilgacha. 2010 yildan 2011 yilgacha Aziz Anvarovich Toshpo'latov Yangiyo'l shahar Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i. Keyin 2013 yilgacha esa Yangiyo'l tumani Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimlarida ishlagan. 2013 yildan beri Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv xizmati boshlig'i. 2015 yildan 2017 yilgacha esa Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan. Aziz Anvarovich Toshpo'latov 2017 yil noyabridan 2019 yil 30 iyunigacha Samarqand viloyat Ichki ishlar boshqarmasida boshliq lavozimida ishlagan. 2019 yildan 2020 yilgacha O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan. Aziz Anvarovich Toshpo'latov 2020 yil 16 martdan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 14 yanvardagi farmoni bilan Aziz Anvarovich Toshpo'latovga general-mayor maxsus harbiy unvoni berilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 3-martdagi farmoni bilan Aziz Anvarovich Toshpo'latov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri qilib tayinlangan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana videolarda uchrashgunimizcha sog' omon bo'ling. O'zingizni asrang.